Yaxşımı qara gözlər, yaxşımı yumaloqlar. Men bugun sizlarga bek uz yerdim bini ep geldim. İş qilib bek uz biya qalsanglar ne? Bek uz suli ma oldi tarafda ko'p ko'k suv, keyin taraf yap-yeshillik bir o'rmondan bisi bor ekan. Anazki ballaringni qo'yib bersanglar qattiq chiqusga may o'ynab ketgan ekanki, bu uzangli bir kun kechki suv ussanglar behag'anda his qilmaydigan hamda. Anazki bahs kelsak do'stlar, bahsmi bek muvafiq biyani ama ki qalsanglarmi pechat bir bek qimmatdek turgan bilan yotibmiz deb kelsanlarmış Allah deb uncholar qimmat emas, zirkib qolmaydigan, sizlar yoqtirmaydigan yerdan bir rasm yo'q ha do'stlar buning ichida. Rasmlarga tushamisizlar, shkillar tatamizlar, ish qilib, nima ish qilsanglar hammasiga tushdi. Anoziki yataqlarning ichi mubek alayda do'st birinchi qavatdan bevoslam so'zish ko'lchiga tushalaysizlar, ingirib cho'gilab so'z qayan topolmay yumisanlar. Mesela yang testap qo'ysak, yataqning ichini ko'maylarimiz o'xshash yang testap qo'ysak, mishadlam ammo bu so'zish ko'lchiga tushib kelsanglar buto keyin taraf bo'lsa, oldi taraf ko'klik, yataqning keyin tarafda cho'ng o'rmondan bisi bor ekan. Buni yeshillik ekan, bu yap-yeshil pek chiroyli manzarasi. Shu koku, shangjo, jahbi nasl bor. Shunga do'stlarimiz sayyoh qiziqgan, ba'zi muvofiq o'yin olmoqchi bo'lgan, qish sayyoh sayat kelmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lib qolib